ko'targan, yig'lab kelsa kim urdi deb ko'chaga chiqqan, xafa bo'lsa xafa bo'lgan aka-ukalar ham uylanganlaridan keyin begonaga o'xshab ketishar ekan. Aka-uka ham holi ahvol so'ramaydilar. Agar so'raydigan bo'lsalar ham ishlari tushsa debdi. Xuddi begonadaqa. Ish tushib qolsa akasini nomerini oqtaradi. Ish tushib qolsa ukasini nomerini oqtaradi. Qolgan chizi yo'q. Shunaqa emasmi hozir? Ayting, kimi amakisi ziyorat qilib akasini yo ukasini ko'rgani kelyapti. Yaxshi hamki o'zbekning marosimi bor. Shu marosimi tufayli aka-ukalar ko'rishyapti xolos. Bir qasd qilib akamidi yo ukamidi, opamidi yo singlimi deb ko'ruvchilar qolmagan. Nimaga desa, chunki ular bir-biridan voz kechib yorgan. Nimani evaziga? Uy joyda evaziga. Koshkida insonga bu uy joy